assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Rossiya, O'zbekiston. O'zbekiston, Rossiya направлениясida yuradigan ishonchli o'z avtotrans avtobuslarimiz bor aziz vatandoshlar. Mana posадка jarayoni bo'lyapti. O'zi zapravkasini ham qilyapmiz aziz vatandoshlar. Kim shunaqa ishonchli avtobuslarda ketish istagida bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranlarga qo'yib qo'yganmiz aziz vatandoshlar. Bagaj 50 kilo положено. Bez dokument bo'lsangiz, xudo xolasa bez zapret, bez deport olib ketamiz. Faqat 5000 rubl rasxodingiz bo'ladi, uni cho'ntagingizga solib olasiz. Voditellarimiz xudo xolasa 15 yildan oshiq staji bor. Sog' salomat, to'g'ridan-to'g'ri Toshkent Sobir Ahimovga olib kirib berdi. Bunaqasi bo'lmagan jigar. Bittadan like bosib yuborishni esdan chiqarmaymiz aziz vatandoshlar. Mana klientlarimiz ham kelyapti. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Avtobus qanaqa ekan? Tomonbob, yaxshimi, cho'tkimi? Hamma yo'q pamisda, haligi oshiqcha narsalar bo'lmayapti. Oshiqcha pul olinmayapti. Necha kilo bagaj olib keldingiz? 20 kilo sumkangiz katta, to'g'rimi? Bagajingizga bir oshiqcha pul olmadimi? Yo'q. Hamma yo'q zo'rmi? Nima deb tavsiya qilasiz? Hamma kelsin ketsin yaxshi. Sog' bo'ling aka. Iloyim yaxshi yetib oling manzilingizga. Aziz vatandoshlar, ishonchli nomerlar ekranlarda bexijolat telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.